Videoning avvalida eslatib o'tmoqchiman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Haqiqiy hayotdan olingan videolar bu. Like bosing. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Sherzod Isayev Haqiqiy hayot kanaliga xush kelibsiz. Men bugun Belgiyaga kirib keldim va Belgiyada Antwerpenga yaqin joyda to'xtash joyida to'xtab turibman. Bu haftalik dam olish soatim 24 soat bo'lgani uchun shu Antwerpenga yaqinroq joyga shoxobcha, yonilg'i quyish shoxobchasida to'xtab dam olishni boshladim. Belgiya asosan mana shu xavfli hududlardan biri, bespredel deymiz o'zimizda tilda. Tasavvur qilingda, kechasi siz uxlab yotasiz, o'g'irlar kelib reseptni tekshirib ketadi. Reseptda agar qimmatbaho yukingiz bo'lsa, bunday joyda turish tavsiya etilmaydi. Pullik turar joylarda turish kerak bo'ladi. Endi menda korobka ortilgan. Shuning uchun qo'rqmasdan shu joyga kelib to'xtadim. Belgiyada mana shunaqangi reseptlarni bir chekkasidan tekshirib ko'radi o'g'irlar. Bu reseptlarda nima borligini, reseptlarni yozuviga qarab, reseptlarda qanday tentlar taqilganligiga qarab ham aniqlab, qaysi birida qimmat mol, qaysi birida arzon mollar toshiladi. Shunisigacha aniq ma'lumotga ega. Bular bir aytaylik kontrol qiladigan odam yo'q. Xohlagan joyda, xohlagan vaqtda o'g'irlik qilaveradi. Bular asosan qoravoylar. Endi qoravoylarni hammasi ham aytaylik o'g'ri emasdir. Ichida balkim o'g'ri emasi, yaxshi, diyonatli, islom aytaylik diniga mansub qoravoylar ham bo'lsa kerak-ku. Lekin men bilganim hamma joyda shu qiladigan, o'g'irlik qiladiganlar qoravoylar. Eng nima deydi, qo'rqinchli. Yaxshi, juda ham och bo'lgan vaqtda voditellarga ham hujum qiladi ular. Juda ham xavfli vaqtda qorni och bo'lsa, voditellarning narsalariga ham teginishga ular qodir. Eshikni, mustahkam eshikni ham bular ochadi. Ochib ichkariga kirib hamma narsani eski yangi demaydi, olib ketadi. Shunday xavfli zona, lekin buni hech kim kontrol qilmaydi. Buni hech kim javobgarligini ham bo'yniga olmaydi. Agar o'g'irlik bo'ldi desangiz, murojaat qilsangiz, politsiya ham keladi, akt qiladi, topishiga garantiya yo'q. Mana shunaqangi gaplar. Bugun 24-yanvar, xudo xolasa haftaning oxirgi kunlaridan biri.